Bulbul haqida masal. Bir zamonda bor ekan, bir zamonda yo'q ekan. Bir bazirgan bor ekan. Bu bazirganning qafes ichida go'zal bir bulbuli bor ekan. Kunlardan bir kun bazirgan boshqa bir mamlakatga ketajak bo'lib tedarik ko'rdi. Bulbul de bazirganning ketajagini duyib, unga "O mamlakatga borsan, anda mening so'y aqrabam bordir. Ularga mendan selam ayt", dey. "Pek yaxshi, aytarim", dey bazirgan. "Mening so'y aqrabam o mamlakatda fe'lan bog'chadadir. Ularni anda toparsan", deb bulbul bazirganga yerini de ayta. Bazirgan yo'lga chiqa. Barajaq mamlakatini bora. Ishini bitirgan so'ng bulbul aytgan bog'chani da topa. Bu bog'chada gul teriklari, nar ag'achlari bor ekan. Bazirgan bu teriklarning ustiga qo'nib o'tgan bulbullarni ko'rdi. Bir gul terigi ustunda bir bulbul episidan go'zal o'ti ekan. Bazirgan ona: "Ey bulbul, sizning qardoshlaringizdan biri mening evimda, qafes ichida yashay. Ondan sizga cho'qdan-cho'q selam keltirdim", dey. Bulbul buni eshitgani kabi terik to'pasidan yerga tushadi, o'li. Bazirgan: "Bilgan o'lsam, selamini aytmas edim", deb o'lgan bulbulni elini olib baqa. Bulbul kerchakdan de o'lgan deb uni yerga tashlay. Lekin bulbul o'lmagan ekan. Bazirgan uni yerga tashlagani kabi bulbul kenya tirilib uchib ketdi. Bazirgan eviga qayta. Ketirgan baxshishlarni qardoshlariga berdi. Biroz vaqt kechgan so'ng qafesdagi bulbul undan: "Ey bazirgan, mening selamimni aytdingmi?" deb so'ray. "Agar bilgan o'lsam, aytmas edim. Men terik ustundagi bulbulga selamini aytganim kabi u yerga tushdi de o'ldi. Men uni elimga olib baqdim, so'ng yerga tashladim. Yerga tashlaganimda bulbul kenya tirilib uchib da ketdi", dey bazirgan. Shu kuni qafesdagi bulbul hech bir shay ashamay. Sabavla baqalar bulbul o'lganda qolgan. Bazirganga borib, "Bulbulimiz o'lgan ekan", deylar. "Ketiriz baqayim", dey. Bulbulni ketirib ona berilar. Bazirgan uni olib baqa. Bulbul haqiqatan de o'lgan. "Siz uni chet bir yerga bırakınız", dey. Bazirganing degani kabi bulbulni chet bir yerga bırakqalar. O bulbul de o'lmay uchib ketdi va shay etib o'z mamlakatiga qurtulib qaytdi.